Bu siz egizak so'rasiz, men olib keldim. Xudo xolisi egizakchini o'ta udorlarni olib keldim. 2 egizak, 3 egizak hammasini olib keldim. Bu bo'ladigan bola yoshligidan ma'lum deydi, bu ko'zdan ko'ring, yiltib. Enasi bumi? Enasi mana shu aka. Bolalari so'li ko'paysin aka. Uchovi ham sog'liq. 3 ham so'li aka. Obunachilar. Hop, yaxshi qo'ylar kelibdi Mujon ukamizga. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan haqiqiy qo'ylar zo'rlanib keladigan Mujon qo'y fermasidamiz. Xudo xolisi aka, narxi ham yengil bo'ladi. Qo'ylar ham zo'r aka. Bolalarni aytib o'taylik aka. Hop, Hop, mana 4 ta katta qo'z aka so'liq. to'ttasi katta. Qorani enasi mana bu. Aha. Ikkita sariq qashqali enasi mana qashqa. Hop, sariqlar 2 qashqa. Qashqa. Hop, aka mana qo'zlar 3 ta. Yo'lda bittasi o'lib qoldi, 3 egizak edi. Uchoviga. Enasi qaysi buni? Enasi mana shu. Enasi obunachilar mana shu. Hop, bolalari bitta qo'chqor, bitta so'liq. Bitta qo'chqor, bitta Qo'chqor so'liq. bo'ldi yo'lda aka, endi nasib qilmagan aka, endi Avvallar avalar rizq aka. obunachilar qo'ylar lekin yaxshi, zo'r qo'ylar kelgan ekan. Aka narxini Narxini aytamiz. ayting. Uchini bir joyga olsa 11 million so'mdan Samarqandga yetkazib. Qolgan joylar kelishilgan. Kami bor. Telefon qilasin, chiraylar hayriga o'tib beradi. O'tib berasiz, ha? O'tib beradi. Obunachilar kimga ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. Bemalol 24 ga 7 ish vaqti telefon qilishlari mumkin. Shoshilamiz.